mavzumizda o'sha klassik va zamonaviy gematologik tahlil turlari, qo'yish texnikasi va farqlari. Xo'p, umuman olganda bugungi mavzumizga nimalar o'z ichiga kiradi? Klinik gematologiya o'zi nima? Asosiy farqlari, unda nimalar ko'riladi? Masalan, birinchi o'rinda bizlar umumiy qon tahlilini olamiz. Bundan tashqari, aynan klinik gematologiyada yana nimalar bor? Qonni ivish sistemasi bilan bog'liq bo'lgan, masalan, VSKlarni olishimiz mumkin. Eritrosit cho'kish tezligini qo'yish texnikasi va ularni qonni klassik va zamonaviy usullarda tekshirganimizda klassik usuldagi bo'yash texnikalari, ya'ni aynan surma tayyorlash va boshqalar. O'sha narsalarni ko'rish kerak bo'ladi. Sizlar bilan zamonaviy gematologiya analizatorlari haqida ham to'xtalib o'tamiz va bularni Steve modelini, Mindray BAE 720 ni va biz bugun o'sha analizatorda qanday qilib ishlatilishi va qanday usullar bilan foydalanish haqida qisqacha ma'lumot olamiz. Xo'p, endi boshlaymiz. Klinik gematologiyaning asosiy bir necha turlari bor, ya'ni bo'limlari bor. Klinik gematologiya o'zi umuman nima? Tibbiyotning qon hosil qiluvchi organlar va ular bilan bog'liq bo'lgan kasallikni o'rganadigan soha bu gematologiya hisoblanadi. Uning tarkibi, funksiyasi, kasalliklar va davolash usullari mana shu klinik gematologiyaning umumiy tasnifiga kiradi. Endi klinik gematologiyani biz o'z navbatida 5 ta turga bo'lib olamiz. Ular qaysilar? Klinik gematologiyamiz birinchisi bu klinik gematologiya. Klinik gematologiyada biz nimalarni o'rganamiz? Klinik gematologiyada biz qon va uning shakli elementlarini, eritrositlar, leykositlar, trombositlar, mana shu umuman qonni umumiy qon tarkibiga kiradigan barcha shaklli elementlarni klinik gematologiyada o'rganamiz. Bundan tashqari anemiyalar va boshqa qon kasalliklarini diagnostika qilish uchun aynan shu klinik gematologiyadan foydalanamiz. Umumiy qon tahlili, retikulositlar periferik qondagi morfologiyasini tekshirishni o'z ichiga oladi bu bo'lim. Klinik gematologiya. Ikkinchi bo'limimiz bu laborator gematologiya. Ko'pchilik masalan klinik gematologiya bilan laborator gematologiyani bir-biridan farqlay olmaydi. Klinik gematologiyada biz aynan o'sha qonni shakli elementlarini o'rganadigan bo'lsak va o'sha shakli elementlar bilan kelib chiqadigan kasalliklarni, laborator gematologiyada esa qonning tarkibiy qismlari tahlil qilinadi. Ya'ni o'sha gemoglobin, gematokrit, qonni ivishi, immunologik tekshiruvlar, gemostaz va koagulogramma tahlillari orqali qon ivish tizimini baholash aynan laborator gematologiyada o'rganiladi. Demak, gematologiya tasnifida biz 5 ta narsaga bo'lib o'tdik. Ya'ni o'sha klinik gematologiyani ta'rifini etdik. Aynan qonning shakli elementlarini o'rganadi. Laborator gematologiyada qonning tarkibiy qismlari, gemoglobin, gematokrit, qon ivish tizimi va immunologik tekshiruvlar. Va uchinchisi bu onkogematologiya. Ya'ni onkogematologiya bu qon va qon hosil qiluvchi organlarning o'smalari, xususan leykozlar va yoki bo'lmasa limfomalarni o'rganadi. Gemato-onkologik kasalliklarni genetik va molekulyar diagnostikasi bilan shug'ullanadi. Aynan onkogematologiya. Va to'rtinchisi bu transfuziologiya, ya'ni qon quyish. Qonni komponentlarini, ya'ni eritrositlar, massa, plazma, trombositlar tayyorlash va quyish usullarini o'rganadi. Donorlik qoni va uning xavfsizligini ta'minlashga oid tadqiqotlar bilan shug'ullanadi. Va oxirgisi bu immunogematologiya, ya'ni bu qon guruhi, rezus faktorlar, antigen, antitana reaksiyalari bilan autoimmun qon kasalliklarini o'rganadi. Umuman olganda biz gematologiyani 5 ta tasnifga bo'ldik. Yana bitta takrorlab chiqamiz. Klinik gematologiya qonning shakli elementlarini o'rganadi. Laborator gematologiya qonning tarkibiy qismlari, gematokrit, gemoglobin, qon ivish sistemasi va immunologik tekshiruvlarni. Onkogematologiya onkologik kasalliklar, ya'ni qon va qon hosil bo'lish organlarining o'smalari va xususan leykozlar haqida ma'lumot beraman. Transfuziologiya bu qon quyish sistemasi, ya'ni qonni komponentlari, eritrositlar, massa bo'ladimi ular, plazma bo'ladimi yoki trombositlar, xullas mana shu jarayonni transfuziologiyada o'rganadi. Endi immunogematologiya esa qonni guruhlari, rezus faktor, antigen, antitana reaksiyalar, autoimmun qon kasalliklari immunogematologiyaga kiradi. Mana shu 5 ta narsaga biz hozirgi bu zamonaviy tahlil bo'yicha 5 ta turga bo'lib o'tamiz. Endi bizda yana xuddi shunaqa ikkinchi rejamiz bor, ya'ni klassik va zamonaviy gematologik tahlil turlari. Klassik va zamonaviy gematologik tahlil turlari nimalar? Gematologik tahlillar qon hosil qiluvchi organlarning holatini baholash, kasalliklarni aniqlash, davolash jarayonlarini nazorat qilish uchun
muhim hisoblanadi. Ushbu tahlillarni klassik va an'anaviy va zamonaviy, ya'ni klassik ya'ni an'anaviy, zamonaviy ya'ni innovatsion usullarga bo'linadi. Endi klassik gematologik tahlillar nimalar? Klassik gematologik tahlil bu tahlillar uzoq vaqtdan beri qon tahlili uchun ishlatilib kelayotgan usullardan biri bo'lib, asosan mikroskopiya, standart laboratoriya usullariga tayanadi. Umumiy qon tahlili aynan shu klassik gematologiyada umumiy qon tahlilida nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bulardan birinchisi bu eritrositlar, leykotsitlar, gemoglobin, gematokrit va trombotsitlar miqdorini baholash. Leykotsitlar formulani aniqlash. Umumiy qon tahlili umuman klassik usulda ko'rganda eritrositlar, leykotsitlar, gemoglobin, gematokrit, trombotsitlar miqdorini baholash uchun asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Leykotsitlarning formulani aniqlash, qonning shakliy elementlarini mikroskopik tekshirish. Biza hozir yuqorida aytib o'tganimizdek zamonaviy va klassik usullarda aniqlaganimizda, aynan o'sha klassik usullarda qonning shakliy elementlarini baholashdan iborat bo'ladi. Endi qonning shakliy elementlarini mikroskopik tekshirish. Periferik qon morfologiyasi nima? Qonning hujayralarining shakli, tuzilishini mikroskop orqali o'rganish anemiya, leykotsitlar, leykozlar va boshqa qon kasalliklarini diagnostika qilishda qo'llaniladi. Shu o'rinda qonni periferik umumiy qon tahlilidan tashqari, masalan, periferik qon morfologiyasi va retikulotsitlar ham aynan shu jarayonga kiradi. Retikulotsitlar o'zi nima? Retikulosit tahlili bu suyak iligida eritrositlar ishlab chiqarish faoliyatini baholash, ya'ni anemiya va qon hosil bo'lish jarayonini nazorat qilishdan iborat bo'ladi. Endi suyak iligi funksiyasi va mielogramma degan narsa ham bo'ladi. Aynan mana shu klassik usulda o'rganamiz. Bular nimalar? Suyak iligidan olingan materialning morfologik tekshiruvi, ya'ni aynan shu qonning shakliy elementlari qay darajadaligini tekshirish. Bundan tashqari leykoz, klassik anemiya va boshqa gematologik kasalliklarni aniqlash uchun ishlatiladi. Bu aynan mielogramma. Endi zamonaviy gematologik tahlillar nimalardan iborat? Zamonaviy gematologik tahlillar texnologiyalar rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan gematologiya, ya'ni avtomatlashtirilgan genetik va molekulyar tahlil usullari joriy etilmoqda. Avtomatlashtirilgan gematologik tahlillarda aynan o'sha gematologiya analizatorlar yordamida qonni 20, 30 xil, 64 xil parametrni bir vaqt o'zida aniqlash imkoniyatiga ega. Hozir biz aynan shu zamonaviy gematologik tahlillarni tushuntirib borganimda men sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, leykotsitlarning avtomatik differensiatsiyasi, ya'ni biz klassik usulda nimalarga e'tibor qilamiz? Masalan, ko'pchiligimiz bilamiz, agar bilmaydiganlar bo'lsa, klassik usulda hozir men bo'yash usullarini o'rgatganimda, ko'rganimda aytaman. Klassik usulda aynan o'sha bo'yab tekshirganimizda leykotsitlarni, eritrositlarni va leykotsitlarni tarkibiy qismlarni, neytrofillar, bazofillar, monotitlar, boshqa hamma tarkibiy qismlarni biz sanab 100 tagacha sanaymiz va o'shanga qarab turib biz foizini chiqaramiz. Mana shu jarayonda masalan bitta umumiy qon tahlili uchun juda katta vaqt ketadi. Uni kraskalash, uni bo'yagandan keyin uni har bittasini sanab chiqish va formula anaqalarni, foizlarni hisoblab chiqish. Bu albatta juda katta vaqtni yo'qotadi va uni tarkibiy qismlar baribir inson omillari aralashgandan keyin bir xil vaqtda kraskadan bo'yash qanaqadir xatoliklar ketishi mumkin yoki boshqa. Avtomatlashtirilgan gematologik tahlillarda bunday holatlar yo'q. Masalan, MR720 modelimizda 72 sekundda, ya'ni 1,5 minut ichida umumiy qon tahlilini 48 xil parametri va plus so'yi bilan chiqarib beradi, ya'ni eritrositlar cho'kish tegizligi bilan. Umuman olganda qolgan 7 defdan tashqari 3 def, 5 def, 2 def qolgan deflarda, ya'ni bu def deganim avtomat analizatorlarning turlari. Qolgan diflarda, ya'ni masalan Mendeley Bayes 20, Mendeley Bayes 20S, Mendeley Bayes 5000 qolgan gematologik analizatorlar yoki Diamondda ularda umuman boshqacha. Qanaqa? Masalan, ular so'yini chiqarmaydi, biz so'yini отдельно tekshirib olishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni 1 soat shu Panchinkov, hammamiz bilgan Panchinkovda o'sha kapillarga qo'yib hisoblanadi. Bunda esa 72 sekundda ham so'yisi, ham retikulatsitlari, ham bundan tashqari 34 xil parametr bilan chiqarib beradi. Bu juda katta yutuq umuman zamonaviy tahlil ichida. Xo'p, uni yana hozir avtomat analizatorlarni tushuntirgan narsalarga tushuntirib o'taman. Mavzudan chetga o'tib ketdik. Xo'p, umuman
avtomatlashtirilgan gematologik tahlillarda aynan o'sha leykositlarni avtomatik tarzda uni bir-biridan farqlab chiqishadi. Endi eritrositlar, trombositlarning o'rtacha hajmini ham aniqlashga, ya'ni MSV, MPV eritrositlar va trombositlarning o'rtacha hajmigacha aniqlab beradi avtomatlashtirilgan gematologik tahlillar. Endi flow-sitometriya degan narsa bor. Bu nima? Bu qon hujayralarini immunologik va morfologik tahlil qilish. Leykoz, limfomalarni diagnostika qilishda katta ahamiyat kasb etadi. Immun hujayralarini tahlil qilish va transplantatsiyadan keyin organlarni immunologik holatini baholash va organlarni ko'chib ketishini oldini olish uchun immunologik baholash uchun fluorositometriya usulidan foydalanadi. Bu ham zamonaviy gematologik tahlillarga kiradi. Bundan tashqari polimeraza sepniy reaksiya, ya'ni PCR usulida ham molekulyar diagnostikada ham qilishimiz mumkin. Bunga nimalar kiradi? Gematologik va onkogematologik kasalliklarning genetik sabablari aniqlanadi. Leykozlar, limfomalar uchun aniq molekulyar markerlarni topishda aynan bu usuldan foydalanamiz. Bundan tashqari HGS, ya'ni yangi avlod sekvenatsiyasi ham bor. Aynan genetik mutatsiyalarni aniqlash va xastaliklarning individual davo rejasini ishlab chiqish. Nasliy kasalliklarni va onkogematologik holatlarni baholashda bu juda katta rol o'ynaydi. Endi klassik va zamonaviy gematologik tahlillarni qo'yish texnikasi va farqlari degan punktimiz ham bor rejada. Bular nimalar? Gematologik tahlil turlari, usullari asosida amalga oshiriladi. Klassik tahlillar qo'l mehnati va mikroskopiyaga asoslangan bo'lsa, zamonaviy tahlillar esa avtomatlashtirilgan molekulyar genetik texnologiyalardan foydalanadi. Klassik gematologik tahlillarni qo'yish texnikasi. Umumiy qon tahlili. Qonni olishi asosan venadan yoki o'sha barmoqdan steril naychaga olinadi va tayyorlashda qon maxsus reagentlar yordamida suyultiriladi va mikroskop ostida tekshirish uchun tayyorlanadi. Mikroskop ostida tekshirish uchun tayyorlanganda aynan o'sha Romanovskiy gimzada bo'yaladi va o'sha orqali tekshiriladi. Endi klassik usulda nima qilishimiz kerak? Klassik usulda asosan hammamiz bilamiz, bir tomchi qonimiz bu 40, ya'ni 20 mikrolitrdan 40 mikrolitrgacha bo'ladi. 20 mikrolitr qonni bitta stiklo tasavvur qilinglar, bitta stiklon. O'sha stikloni bosh qismiga qo'yiladi va ikkinchi stiklo bilan sekin 45 gradus burchak ostida ikkinchi stikloni olib borganimizda qon mana 20 mikrolitr yoki 40 mikrolitr tomizgan qonimiz yoyiladi. Ya'ni stikloni bor bo'yicha, oynani bor bo'yicha yoyiladi va uni tezlik bilan birinchi tekis turgan oynani ustidan yurgizamiz va qonni to qotgunicha, ya'ni o'sha qon o'zi xona harorati qotguncha qoldiramiz. Qotgandan keyin uni 96% spirtimizda fiksatsiya qilib olamiz va uni Romanovskiy gimza bo'yog'idan, o'sha suyultirilgan Romanovskiy gimza bo'yog'ini ustiga 10-15 daqiqa tomizib qo'yamiz. Va uni sekin oqadigan suv ostida, ya'ni suv hammomida yuvib, suv hammomida suv ostida yuviladi va uni emission eritma tomizilib mikroskopda tekshiriladi. Umuman tayyorlashda o'sha maxsus reagentlardan mikroskop ostida tekshiriladi. Tahlil qilishda mikroskop orqali eritrositlar, leykositlar, trombositlar, ularning morfologiyasi baholanadi. Qo'lda hisoblash kerak, ya'ni gemositometr yordamida shaklli elementlar soni hisoblanadi. Boya sizlarga aytganimdek, aynan o'sha mikroskop ostida ko'rganimizda gemositometr yordamida, ya'ni o'sha nima deb tasavvur, xuddi kalkulyatorga o'xshagan bo'ladi, faqat uzunchoq bo'ladi. Har bittasida yozilgan leykositlar turlari: nitrofil, eozinofil yoki bazofil, monotit. Har bittasini biz qonni shaklli elementlarini immunologik formulasi ana shu bo'ladi. Har bittasini ustiga biz ko'rganimizda bosib ketaveramiz va bu 100 ga borguncha. 100 ga borgandan keyin avtomatik tarzda o'zi ovoz chiqaradi, to'xtatamiz va undan keyin biz 100 ga nisbatan, ya'ni foizga nisbatan 100% nisbatan biz hisoblab chiqamiz. Ya'ni nitrofil necha foiz, limfosit necha foiz, xuddi shunaqa. Endi periferik qon morfologiyasi, ya'ni qonda slayd tayyorlanib, o'sha Romanovskiy gimza usulida bo'yaladi. Bu ham mikroskop orqali eritrosit, leykosit, trombositlar shakllari va anomaliyalar tekshiriladi. Endi suyak iligi funksiyasi va melogramma. Texnika qanaqa? Suyak iligidan odatda qovurg'a yoki tush suyagidan funksiya olinadi.
funksiya olinadi va olingan material shisha oynachaga suriladi va mikroskop orqali tahlil qilinadi. Xuddi boyagidek mikroskop ostida qanaqa tekshirilsa, xuddi shunaqa tekshiriladi. Endi zamonaviy gematologik tahlillarni qo'yish texnikasi nimadan iborat bo'ladi? Avtomatlashtirilgan gematologik tahlillar. Ya'ni venoz qoni vakuumli probirkaga olinadi va gematologiya analizatorlarga joylashtiriladi. Avtomatik hisoblash orqali 20-30 xil va unsurga modellarda 8-60 parametrlargacha aniqlanadi va leykositlar formula va gematokrit miqdori aniqlanadi. Endi flow-sitometriya uni qo'yish texnikasi qanaqa? Qon yoki suyak iligi hujayralari maxsus lazer texnologiyalar yordamida tahlil qilinadi. Har bir hujayraning immunologik va morfologik xususiyatlari aniqlanadi. Leykoz va limfomalarni tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Bundan tashqari boyagi sekvenatsiya dedik, PCR usulida tekshirish ham aynan bu zamonaviy tahlil turlariga kiradi. Endi klassik va zamonaviy gematologik tahlil turlarining bir-biridan farqini yuqorida har bittasini sanab o'tdik. Endi bir-biridan asosiy farqlarini ko'rib chiqamiz. Masalan, qo'llaniladigan usulga qarab turib, klassik tahlillar qo'l mehnati va mikroskopda, zamonaviy tahlillar esa avtomatlashtirilgan va molekulyar tahlillarda. Qo'l mehnati klassikda balon, zamonaviyda kam. Aniqlik darajasi kamroq bo'ladi klassikda. Nimaga? Inson omili bu aralashishi mumkin. Aralashgan hisoblanadi. Zamonaviy tahlillar esa yuqori avtomatik tarzda hisoblanadi. Tahlil vaqti klassikda uzoq, zamonaviyda tez. Imkoniyatlari faqat asosiy parametrlarni ko'rsa bo'ladi. Klassikda, ya'ni o'sha likoformulalarni, umuman qonun shakli elementlarini, zamonaviy tahlillarda esa genetik va onkogematologik diagnostikalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qo'llanish sohasi umumiy va an'anaviy qon tahlillari uchun klassik usulda, leykozlar, limfomalar va genetik tahlillar uchun zamonaviy tahlillar bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Endi gematologik tahlil uchun biomateriallarni birlamchi qabuli nimalardan iborat? Xo'p, umuman aytganda, gematologik materiallarni birlamchi qabulida bu asosan o'sha vrach laborantni asosiy ishi. Xo'p, gematologik tahlillarning aniq, ishonchli natijalarini olish uchun biomateriallarni to'g'ri qabul qilish va laboratoriya tekshiruvlarini shifokor nazorati ostida o'tkazish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Xo'p, ular nimalardan iborat? Biomateriallarni birlamchi qabul qilish. Biomateriallar turlari. Gematologik tahlillar uchun quyidagi biomateriallar qabul qilinadi. Qon, boyaga aytganimizdek, venozniy qon yoki kapillyarniy qon. Umumiy qon tahlili, koagulogramma yoki biokimiya, PCR va molekulyar tahlillar uchun umuman qon olinadi. Hop, suyak iligidan punktat, ya'ni mielogramma va gematologik kasalliklarning morfologiyasini diagnostikasi uchun. Hop, qon zardobi, ya'ni plazma, koagulatsiya tahlillari va biokimik tekshiruvlar uchun. Umuman biomateriallar o'sha uch xil turga olamiz, ya'ni qon, venoz qoni, qon zardobi va suyak iligidan punktat. Biomateriallarni olish qoidalari. Umuman bemorni tayyorlashda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi? Hop, birinchi o'rinda qonni tahlillari och qoringa olinadi, ya'ni hech qanaqa ovqat yemasdan turib och qoringa olinadi. Ikkinchidan, hech qanaqa dori vositalari qabul qilmasdan olish kerak. Dori vositalari deganda qanaqa? Masalan, kimdir shifokor ko'rigi davomida qanaqadir dorini qanchadir muddatga qabul qiladigan bo'lsa, bu narsani vaqtinchalik to'xtatib turish kerak, yoki bo'lmasa o'sha qabul qilayotgan dorisini shifokorga umuman qon tahlilini olgandan keyin hamma baribir davolovchi vrach bilan, davolovchi shifokor bilan maslahatlash kerak va bu narsani aynan shu qanaqa preparat, ya'ni dori qabul qilayotgan bo'lsa, o'sha narsani aytib o'tish kerak. Xo'p, qon olish texnikasi qanaqa? Masalan, qonni olish texnikalaridan birinchisi bu venozniy qon olishda asosan antikoagulyant yoki qonni aynan o'sha maxsus tarkibida, probirkaning tarkibida editasi yoki geparini bor bo'lgan probirkaga olinadi. Kapillyarlardan qon olishda barmoq yoki o'sha tovondan steril lanset yordamida olinadi. Suyak iligidan olishda endi
ixtisoslashgan laboratoriyalarda anesteziya ostida amalga oshiriladi. Namunani saqlash va tashish probirkalar shtrix-kod bilan belgilanadi yoki bo'lmasa markirovka qilinadi. Harorat va muddatlariga rioya qilinib, laboratoriyaga yetkaziladi. Umuman olganda transportirovka katta ahamiyatga ega. Masalan, bir joydan ikkinchi joyga qon namunalarini olib borayotganda ma'lum bir nima deydi, xatolarga yo'l qo'yiladigan bo'lsa, umumiy qon tahlilida o'zgarishlar yoki bo'lmasa qolgan analizlarda umuman qon bo'yicha bo'ladigan qolgan analizlarda o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Laboratoriya shifokor nazoratiga tegishli tekshiruvlar nimalardan iborat? Laboratoriyada biomateriallarni qabul qilish va ro'yxatga olish uchun biomateriallar shifokor tomonidan tekshiriladi. Namunalar miqdori, sifati baholanadi. Gemoliz yoki qon ivib qolmagan bo'lishi kerak, ya'ni qon qotib qolmagan bo'lishi kerak va laboratoriya jurnali yoki avtomatlashtirilgan tizimga ma'lumot kiritiladi. Demak, shifokor tomonidan, vrach laborant tomonidan nimalarga e'tibor beriladi? Shifokor tomonidan qonni miqdori birinchi o'ringa qo'yiladi, sifati baholanadi, ya'ni gemoliz yoki gemoliz emasligi, hilioz yoki kelioz emasligi va qon ivib qolmaganligini, ya'ni qon qotib qolmaganligini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Endi biomateriallarni tekshiruvga tayyorlash, qon tahlili uchun reagentlar bilan tayyorlash, periferik qon namunalarini bo'yash, mikroskopiyaga tayyorlash va avtomatlashtirilgan tahlil apparatlariga yuklash. Umuman olganda, laboratoriya tahlillari uchun shifokor nazorati klassik va zamonaviy tahlillar uchun bir-biridan farq qiladi. Klassik tahlillar uchun umumiy qon tahlilini mikroskopiya va qo'lda hisoblash, koagulogramma oladigan bo'lsak, qon uvish tizimini baholanadi va mielogramma oladigan bo'lsak, suyak eligi va hujayralarni tekshiradi. Endi zamonaviy tahlillar nimalardan iborat? Zamonaviy tahlillar uchun vrach laborantning asosiy vazifasi avtomatlashtirilgan gematologik analizatorlarda qon komponentlarini tahlil qilish. Fluoksitometriya usuli bilan likoz va limfomalarni va PCR usuli orqali esa har xil genetik mutatsiyalarni tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Endi zamonaviy gematologik tahlillarda klassik gematologik tahlillardan bir-biridan farq qiladigan asosiy narsalar bular. Masalan, MSV, ya'ni eritrositlarni o'rtacha obyomi. MSN, eritrositlar tarkibidagi gemoglobin miqdori, среднее содержание gemoglobin va eritrosit, ya'ni eritrosit tarkibidagi gemoglobin. MSNS, ya'ni o'sha gemoglobinning o'rtacha konsentratsiyasi, aynan eritrositdagi. RDW, bu anizositoz eritrositlar mavjudligini. MPV, trombositlarning o'rtacha hajmliligi. PDW, bu anizositoz trombositlar va PST, bu trombokrit. Endi natijalarni tahlil qilish va shifokor xulosasi. Natijalar umuman laboratoriya shifokor tomonidan tekshiriladi va tasdiqlanadi. Tahlil natijalari elektron bazaga kiritiladi yoki davolovchi shifokorga yuboriladi yoki bo'lmasa maxsus blanka yoki shablon to'ldiriladi. Kerak bo'lsa qayta tekshirish va qo'shimcha testlarni tavsiya qilish mumkin bo'ladi. Bu umuman klassik va zamonaviy gematologik tahlillarning bir-biridan farqi, asosiy tarkibiy qismlari. Umuman xulosa qilib aytganimizda, gematologiya tibbiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, diagnostika, davolash, ilmiy tadqiqotlarga katta ahamiyatga ega. Klassik gematologik tahlillar hali ham qon kasalliklarini aniqlashda asosiy rol o'ynaydi. Ammo hozirgi kunda zamonaviy molekulyar va avtomatlashtirilgan tahlillar diagnostikasi aynan qon kasalliklari diagnostikasida aniqlanishga, ya'ni aniqlik kiritishga juda katta yordam beryapti va bu innovatsion usullar orqali o'rganilyapti. Va bu narsa o'z navbatida kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, individual davolash va uni ertaroq oldini olishga imkoniyat yaratmoqda. Klassik gematologiya va zamonaviy gematologik tahlillar bir-biridan farqi qanaqa? Klassik gematologik tahlillar klinik amaliyotda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa umumiy qon tahlili, mikroskopik tekshiruvlar uchun juda katta ahamiyatga ega. Zamonaviy gematologik tahlil esa yuqori aniqlik, avtomatlashtirilgan va molekulyar diagnostik imkoniyatlarni yaratadi. Yangi texnologiyalar yordamida gematologik kasalliklarni erta aniqlash va individual davo strategiyasini
qo'pol qilib aytganda ishlab beradi. Gematologik tahlillar uchun biomateriallarni to'g'ri qabul qilish uchun klinik laboratoriya shifokori nazorati juda katta muhim rol o'ynaydi. Boya yuqorida aytganimdek, har bitta bosqichda qanaqadir xatoliklarga yo'l qo'yadigan bo'lsak, bu o'z navbatida qonning o'sha umuman biz tekshirishimiz kerak bo'lgan qon namunalarini qanaqadir darajada noto'g'ri bo'lishiga sababchi bo'ladi. Endi qonni aynan o'sha zamonaviy va klassik gematologiyani hozir asosiy farqlari, bir-biridan nima ustunliklari va nima farqlarini ko'rib chiqdik. Endi shu o'rinda qonni klassik usulini va zamonaviy usullarni bir-biri bilan asosiy farqlarini va qanaqa farqlar bilan bir-biridan farq qilishini ko'rib chiqamiz. Umuman yuqorida aytganimdek, qonni klassik usulda tekshirilganda barcha qonni shakli elementlari o'zimiz nima deydi, ma'lum bir bo'yoqlar yordamida bo'yash orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi zamonaviyda esa bu avtomatlashtirilgan analizatorlar yordamida foydalanadi. Xo'p, qonni shakli elementlarini klassik usulda o'rganish qanaqa? Xo'p, qonni shakli elementlarini klassik usulda bo'yash. Bu klassik usul deganimiz bo'yash orqali ma'lum, masalan, ketma-ketlikda sizlarga tushuntirib o'taman. Qon surtmasi tayyorlashda boyaga aytganimdek, obyektiv oynacha olinadi. Barmoq yoki igna orqali kapillyardan qon olinadi yoki venadan olinganda o'sha aynan obyektiv oynachaga qo'yiladi va bir chetiga o'sha ikkinchi oyna yordamida o'sha tomchi tarqatiladi va yupqa surtma tayyorlanadi. Va u surtma havoda qotiriladi. Qon surtmasi o'sha 1-3 daqiqa davomida fiksatsiya qilinadi. O'sha spirt yordamida va undan keyin Romanovskiy gimza bo'yoq yordamida uni klassik usul bilan bo'yaladi. Umuman Romanovskiy usulida qon surtmalari bo'yashda keng qo'llaniladi va bu klassik usul hisoblanib, eritrositlar, leykositlar va ayrim holda masalan parazitlarni ham aniqlash uchun ishlatiladi. Bu usulda masalan asidofil, ya'ni ezin va bazofil, ya'ni metilin ko'ki bo'yoqlari aralashmasi qo'llaniladi va bu usulga nimalarni olishimiz mumkin bo'ladi. Romanovskiy gimzada bo'yashda o'sha boyaga aytganimizdek surtma tayyorlaganimizdan keyin metanol bilan fiksatsiya qilinadi yoki spirt bilan 1-3 daqiqa fiksatsiya qilinadi va uni ustiga Romanovskiy gimza bo'yog'i tomiziladi va 7-10 daqiqa davomida qo'yib qo'yiladi va uni yuviladi. Yuvilgandan keyin o'sha immersionniy eritma yordamida anaqada ko'ramiz. Nima, mikroskop ostida ko'ramiz. Klassik usulida. Bunda biz nimalarni ko'ramiz? Masalan, eritrositlarni ko'rishimiz mumkin. Och, pushti. Leykositlarni ko'ramiz. Ko'k, binafsha. Granulositlarni ko'rishimiz mumkin. Yashil binafsha yoki qizg'ish. Limfositlar bo'lishi mumkin. Sitoplazmasi moviy rangda. Monositlarni ko'rishimiz mumkin. Kulrang, ko'kimtir. Trombositlarni o'sha fioletoviy rangda bo'lishi mumkin yoki bo'lsa o'sha boyaga aytganimizdek qon parazitlarini olganimizda o'sha plazmodiumdan oladigan bo'lsak, ular pushti, ko'k va pushti ranglarda bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi umuman olganda mana shu klassik usulda qonni bo'yatganimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Romanovskiy gimzani o'sha ya'ni pH muvozanatini katta ahamiyatga ega. Ya'ni optimal muhiti 608. Aks holda agar uni oshiq bo'ladigan bo'lsa yoki kam bo'ladigan bo'lsa, bo'yash texnikasiga ta'sir qiladi va bu noto'g'ri ko'rsatadi. Ya'ni yaxshi ko'rsatmaydi. Endi mana hozir biz yuqorida barcha zamonaviy va gematologik tahlillarda gematologiyaning bo'limlarini, uni tahlillarini birma-bir ko'rib chiqdik. Endi shu bilan birgalikda biz klassik usulda o'sha shakliy elementlarni qanday sanash va qanaqa kraskadan foydalanish ketma-ketligidan ko'rib chiqdik. Yana bitta narsa bor bizda. Bu nima? Xo'p, bu bizda umumiy qon tahlilini ko'rganimizda
deylik klassik usulda oladigan bo'lsak, umumiy qon tahlilini ko'ryapmiz, tekshiryapmiz. Umumiy qon tahlilining shaklli elementlarini barchasini biz mikroskop ostida sanab oldik. Sanash uchun Romanovskiyda bo'yab oldik. Bo'yash texnikalarini hammasini aytdim. Qanaqa rangda bo'lishlarini ham hammasini aytdim. Qaysi biri qanaqa holatda ko'rinadi. Yana umumiy qon tahlilini tekshirganda yana bittasi bu eritrositlarning cho'kish tezligi. Ya'ni SOI yoki bo'lmasa AST. Eritrositlar cho'kish tezligi nima? Klassik va zamonaviy gematologik tahlillarda ularni umumiy qon tahlilini tekshirganimizda barchasiga tarkibiy qismiga eritrositlarning cho'kish tezligini kirgizamiz. Ular masalan gematologik analizatorlarga va har xil adabiyotlarda turlicha bo'lishi mumkin. Normasi erkaklarda 2 dan 10 gacha, ayollarda 5 dan 15 gacha. Umuman olganda eritrositlar cho'kish tezligi normalari har xil. Endi umuman olganda o'sha boydan beri eritrositlar cho'kish tezligi deyapmiz. Bu o'zi nima uchun kerak? U o'zi nima? Qanday holatda qo'yiladi? Xo'p, eritrositlar cho'kish tezligi bu qonning antikoagulant bilan aralashtirilgandan so'ng eritrositlarning zichligi sababli qanchalik tez pastga cho'kishini o'lchaydigan ko'rsatkich eritrositlarning cho'kish tezligi deyiladi. Xo'p, bu o'zi nima uchun kerak bizga? Eritrositlarning cho'kish tezligi nima uchun kerak? U yallig'lanish, infeksiya yoki autoimmun kasalliklar haqida bilvosita ma'lumot beradi. Ya'ni o'sha infeksion jarayonda yoki yallig'lanish jarayonida yoki autoimmun kasalliklarda eritrositlarning cho'kish tezligining normal holatga nisbatan oshib ketishi aynan bunga misol bo'ladi. Xo'p, o'lchash usuli qanaqa? O'lchash usuli bu klassik usulda oladigan bo'lsak, eritrositlar cho'kish tezligini. Kerakli asboblar nimalardan iborat? Bular bizaga Panchinkov kapillari kerak, Panchinkov shtativchasi va kapillar kerak bo'ladi. Kapillar naychasi asosan nima deydi? 0 dan 1 gacha numerovka qilingan bo'ladi. Agar endi klassik usulda biz eritrositlar cho'kish tezligini SOIni aniqlaydigan bo'lsak, nima qilamiz? Kapillar nayda 4 dan 1 qismini natriy sitratning 3.8% eritmasini, ya'ni antikoagulant sifatida olinadi va unga sterilniy qon namunasi bilan aralashtiriladi va undan biz o'sha 0 gacha belgilab olinadi va uni Panchinkov shtativga qo'yiladi. Umuman Panchinkov usulida texnikasi qadamma-qadam ko'rib chiqadigan bo'lsak, bemor o'sha kapillarlardan qon yoki venadan qon olinadi. Panchinkov naychasiga 0.5 ml natriy sitrat eritmasi olinadi. Eritmaga 2 ml yangi olingan qon qo'shiladi, ya'ni 4:1 nisbatda aralashtiriladi. Aralashmadan maxsus kapillarga 0 belgisigacha olinadi va Panchinkov shtativga vertikal holatda o'rnatiladi. Vaqtni belgilaganimizdan keyin 60 daqiqa davomida bu turadi. 60 daqiqa davomida turadi va 60 daqiqadan keyin biz qanchalik miqdorda o'sha cho'kkan bo'lsa, masalan 0 gacha qo'yib qo'ydik, 0 dan pastga qarab, tepasi 0, pasti 10 bo'ladi. O'sha 0 dan pastga qarab tushadigan bo'lsa, nechigacha tushgan bo'lsa, o'shani belgilaymiz. Eritrositlar qancha millimetr pastga cho'kkan bo'lsa, shuncha millimetr soatni belgilanadi. Umuman olganda normal ko'rsatkichlarga qaraydigan bo'lsak, erkaklarda boyaga aytganimdek hamma ko'rsatkichlar har xil bo'ladi. Erkaklarda 1 dan 10 gacha, ayollarda 2 dan 15 gacha, 50 yoshdan katta ayollarda yoki ayollarda 30 dan 30 gacha, 50 yoshdan oshgan erkaklarda 20 gacha, bolalarda 2-10, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda 2 bo'lishi mumkin. 2 gacha. Eritrositlarda cho'kish tezligini oshib ketishining sabablari nimalardan iborat? Boyaga aytganimizdek, uni aynan masalan yallig'lanish jarayonlarida yoki bo'lmasa aynan turli xil infeksion jarayonlarda eritrositlarning cho'kish tezligi oshib ketadi. O'shaning uchun laboratoriya sharoitida eritrositlarning cho'kish tezligini aniqlash katta ahamiyatga ega. Zamonaviy usulda eritrositlarning cho'kish tezligi bu
asosan avtomat analizatorlar bilan bog'liq bo'lgan holda tekshiriladi. Bunda avtomatni o'zi ertalablarni cho'kish tezligini sразу hisoblab tekshirib beradi. Endi bunday xususiyatga ega bo'lmagan analizatorlarda esa ertalablarni cho'kish tezligini hop aynan o'sha panchik usulida ham tekshiraveramiz. Ya'ni o'sha 2 div, 3 div, 4 div, boshqa divlarda ertalablar cho'kish tezligini ko'rsatmaydi. Unda faqat qonun shaklli elementlarni ko'rsatadi xolos. Uni olamiz va qolgan usulda, ya'ni o'sha ertalablarni aynan cho'kish tezligini anaqaga qo'yamiz, panchikga qo'yamiz. Endi yana bitta narsa bor. Masalan, eritrotsitlarda cho'kish tezligini oshishi ham bor, kamayishi ham bor. Ya'ni oshishini biz aytdik, erkaklarda 1.10, ayollarda 2.15, erkak va ayollarda 50 yoshdan oshganlar, masalan, ayollarda 30 gacha, erkaklarda 20 gacha, bolalarda 2.10 deb aytdik va shu o'rinda ertalablarning cho'kish tezligi yana oshib ketishi mumkin. Ya'ni 20 dan 45 gacha oshib ketadi. Bu homilador ayollarda oshib ketadi. Aynan o'sha oshishini sabablarini boya aytdik. O'smalar bo'lishi mumkin, anemiya bo'lishi mumkin, homiladorlik, autoimmun kasalliklar, yallig'lanish va boshqa kasalliklarda oshib ketishi mumkin. Shu bilan birgalikda ertalablar cho'kish tezligi kamayishi ham mumkin. Bu nimalarda kamayishi, nimalarda bo'ladi? Ertalablar cho'kish tezligining kamayishi politsistemiya, ya'ni ertalablar ko'payganda, giperbilirubinemiyada va qon quyuqlashganda, ya'ni o'sha qonni quyuqlashish bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarda bu ertalablar cho'kish tezligi kamayib ketishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar, mana klassik usulni biz ko'rib chiqdik. Bo'yash usulini, nimalarga e'tibor qilish kerakligini va umumiy qon tahlilini ko'rsatkichlarni ko'rdik. Endi shu o'rinda so'yisini ham ko'rib chiqdik. Ya'ni aynan o'sha klassik usulda qanday so'yini tekshiradi, qanday tekshirilishini, ya'ni so'yini qanaqa qo'yiladi, qanday tayyorlanadi, uni normalari nima va nimalarga anaqa qiladi, qachon oshadi, qachon kamayadi, barchasini biz ko'rib chiqdik. Endi shu o'rinda yana bizda aynan shu gematologiyada ko'rilishi kerak bo'lgan narsalardan biri bu VSK. VSKni ko'rib chiqamiz. Aytgancha anaqani aytib o'tmoqman sizlarga. Qonli shaklli elementlarni sanaganimizda qaysi biri nimalarga javob berish bermasligini. Masalan, likoslar formalarida nitrofil, limfotsit, monosit, eozinofil, bazofillarni biz o'sha sitometriya, ya'ni sitometriya yordamida aniq qildik, sanadik va u sanaganimizdan keyin ular nimalarga javob beradi. Nitrofillar qon hujayralarining asosiy turi, ular infeksiyalarga qarshi kurashishda ishtirok etadi va infeksion jarayonda nitrofillar oshib ketadi. Limfositlar bo'lsa immun tizimining asosiy hujayralari hisoblanadi va ular viruslarga qarshi immunitetni himoya qiladi. Monositlar infeksiyalarga qarshi kurashish va yallig'lanish jarayonlarida ishtirok etadi va o'sha jarayonlarda qatnashadi. Endi eozinofillar bor. Eozinofillar allergik reaksiyalar, parazitlar bilan kurashishda ishtirok etadi. Bazofillar bo'lsa yallig'lanish reaksiyalarida ular ham xuddi anaqaga o'xshab ishtirok etadi. Nitrofillar masalan infeksion jarayonda bo'ladigan bo'lsa, bazofillar yallig'lanish jarayonlarida ko'payib ketadi. Qon ivish vaqti, ya'ni время сортимс крови, ya'ni uni 4 ta tur bo'yicha, 4 ta o'sha anaqa bo'yicha, olim bo'yicha ko'rib chiqamiz. Buni bizda 4 ta turi bor. Umuman vrach laborantlar foydalanadigan 4 ta turi bor. Bular o'sha Sukharyov metodi, Li White metodi, Duke metodi va Moravitsa. 4 ta metoddan foydalanadi. Endi birinchi usulimiz bu Sukharyov metodi. Sukharyov metodi bu qonni ivish vaqti kalkulyatsiyasini
aniqlash uchun oddiy va klassik laboratoriya usuli hisoblanadi. Uni asosan klinik biokimyoviy va gematologiyada ishlatiladi. Bu tekshiruv qon emish tizimini, ya'ni gemostazda muammo bor yo'qligini dastlabki baholash uchun ishlatiladi. Endi Sukharyovda masalan ko'pchilik Sukharyovda foydalanganda nimalarga e'tibor qilish kerak? Birinchi o'rinda nimalardan foydalanadi? Birinchi o'rinda sterilli naycha, ya'ni 1-2 millimetr kenglikdagi o'sha U shkalasi bo'yicha shisha naycha, sekundamir va barmoqni techish uchun maxsus lanset yoki o'sha skarifikatordan foydalanadi. Dastlab o'sha barmoq yaxshilab spirt bilan artib olinadi, skarifikator bilan teshiladi va birinchi chiqqan qonni artib tashladi va undan keyin ikkinchi chiqqan qondan o'sha anaqaga olinadi. Shisha anaqaga naychaga olinadi. Naychaga olingandan keyin u sraz sekundamir yoqiladi va shisha naychada qonni u yoqdan bu yoqqa harakatlantirib turiladi. Masalan, tepadan pastga harakatlanib turiladi. Qachon u to'xtasa, ya'ni o'sha qonni quyilish vaqti to'xtasa, mana shu payt belgilanadi. Bu asosan normasi 3-5 minut oralig'ida bo'ladi. Ana shu usul Sukharyev usuli hisoblanadi. Ya'ni o'zi hammasi, masalan, Sukharyev ham, Li White ham, Dyuki ham, barchasi hammasi почти bir xil. Faqatgina ularni qilinish ketma-ketligi farq qiladi. Hozir biz Sukharyev usulini ko'rib chiqdik. Sukharyev usulida shu sraz, masalan, Sukharyev deb keldimi, kimdir aytdimi, sraz u anaqaga kelish kerak, o'zingizlar xayolinglarga kelish kerak. Nima? Sukharyev usulida kapillarga olinadi qon va o'sha kapillardagi qonni u yoqdan bu yoqqa harakatlantirganda qachonki qotib qolsa, o'sha qotish vaqti agar kam bo'ladigan bo'lsa qon quyuq, ko'p bo'ladigan bo'lsa qon suyuq. Mana shundan darak beradi. Bu Sukharyev usulida. Endi umuman olganda o'sha Sukharyev usulida tekshirishdan anaqa nima uchun kerak? Gemofiliya, trombositopeniya yoki qon uvish bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga shubha bo'lganda yoki operatsiyadan oldin yoki antikoagulantlar, ya'ni qon suydiradigan dorilar qabul qilayotgan bemorlarda bu tekshiriladi. Endi bu Sukharyev deb ko'rdik, ya'ni bu anaqada Sukharyev bu anaqada tekshiriladi. Shisha naychada, kapillyarda tekshiriladi. Endi keyingisi bu Dyuki. Dyuki bo'yicha tekshiruv. Kapillyarlar qon tomirlarining o'sha yaxlitligi va trombotitlar faoliyatini baholash uchun ishlatiladi. Qon to'xtash vaqtini o'sha aniqlash uchun yana bir anaqa usul hisoblanadi, Dyuki usuli. Bunda bemorni o'sha anaqasi qo'lidan, barmog'idan xuddi boyagi tepada aytganimdek qon olish orqali, kapillyar qon tomirlaridan qon olish orqali tekshiriladi. Bu nimalardan foydalanamiz bunda? Bunda maxsus o'sha lanset yoki bo'lmasa skarifikator, sekundamir, filtr qog'oz va spirt va sterilniy salfetka yoki paxta kerak bo'ladi. Xo'p. Endi bu usulni qanaqa bajarish texnikasi qanaqa? Birinchi bo'lib turib, aynan xuddi shunaqa boyaga aytganimizdek, barmoqdan skarifikator yordamida teshiladi, birinchi tomchi qon artib tashlanadi va ikkinchi chiqqan qondan boshlab turib filtr qog'ozga har 30 sekund oralig'ida filtr qog'ozga tekkiziladi. Masalan, tasavvur qilinglar, dumaloq filtr qog'oz tasavvur qiladigan bo'lsanglar, masalan, bitta tomoniga tekkizinglar, 30 sekund kutasizlar, ikkinchi tomoniga tekkizasizlar, yana 30 sekund kutasizlar. Xuddi shu tarzda ketaveradi. 30 sekund oralig'ida. Va necha marta tekkizilgan bo'ladigan bo'lsa, oxirida masalan o'sha qon to'xtadi, filtr qog'ozga tekkizilganda hech qanaqa qon chiqmayapti. Necha marta tekkizildi va u oralig'i 30 sekundga ko'paytirilganda necha minutda o'sha qon iviganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni ham xuddi normasi, Dyukining normasi o'sha 1-14 minutga 1-4 minut oralig'ida bo'ladi. Buni ham anaqa asosiy vazifasi o'sha qonni quyuq yoki suyuqligini baholashdan iborat bo'ladi. Ya'ni periferik qon tomirlaridagi qonni quyuq suyuqligi. Buni ham xuddi o'sha trombositopeniya, gemorragik vaskulitlarda yoki bo'lmasa aynan o'sha
nima deydi, qon quyilish sistemasiga bo'yicha bog'liq bo'lgan qanaqadir kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarda tekshirish kerak bo'ladi. Endi mana sraz masalan bittada hayolimizga kelishi kerak. Nima? Чтобы agar Sukharyov deydigan bo'lsak, bizni hayolimizga sraz kelishi kerak o'sha kapillyarda tekshiriladi. Har 30 sekundda kapillyar qimirlab turiladi, to o'sha qon qotib qolmaguncha. Dyukida bu filtr qog'ozga har 30 sekundda o'sha barmoqqa tekkizib turiladi. Qachonki qon to'xtaganda o'shanga vaqt hisoblanadi. Ikkita usulni ko'rib chiqdik. Endi uchinchi usuli bu Moravitsa usuli. Moravitsa usuli bo'yicha qon ivish vaqtini aniqlash. Bunda nima qilinadi? Bunda bizga aynan o'sha kerak bo'ladigan narsalar o'sha barmoqni tekish uchun bunda ham xuddi shunaqa lanset yoki skarifikator, spirt va sterilniy salfet yoki paxta, stakancha, shisha idishcha va sekundomer. Sekundomer kerak bo'ladi. Xo'p, bunda nima qilamiz? Bunda ham xuddi shunaqa barmoq spirt bilan artiladi. Birinchi qon tomchisi olib tashaladi. Ikkinchi qon tomchisi o'sha shisha stikloga, shisha buyum oynachasi ustiga qo'yiladi va har 30 sekundda shisha ustidagi qon maxsus tayoqcha yordamida yengil siljitib ko'riladi. Ya'ni qon ivib qolganmi yoki yo'qmi? Qon ivish boshlab tayoqchaga fibrin o'sha tortilgan paytdan boshlab to'xtatiladi va bu qon ivish vaqti hisoblanadi. Ya'ni bunda asosan bu ham xuddi normada 3-5 daqiqa oralig'ida bo'ladi. Bu ham gemofiliya yoki o'sha geparin va boshqa antikoagulant preparatlar qabul qilayotgan bo'lsa, uni qanaqa darajada ta'sir qilayotganligini yoki fibrinogen yetishmovchiligi, jigar kasalliklariga yoki bo'lsa aynan o'sha trombositopeniya kasalliklarda yoki gemofiliyalarda tekshiriladi. Demak, bunda masalan birinchisida kapillyar bo'lsa, dyukida filtr qog'oz bo'ldi, Moravitsada buyum oynachasi va maxsus shisha tayoqcha kerak bo'ldi. Va oxirgisi bu Lee White usuli bo'yicha qon ivish vaqti. Lee White bo'yicha qon ivish vaqti qolgan 2-3 usuldan farqli o'laroq bunda venos qondan tekshiriladi. Qonni ivish vaqti. Venos qonda steril probirkaga olinadi va u yerda qancha vaqtda ivishi, ya'ni fibrin hosil bo'lish jarayoni sodir bo'lishi kuzatiladi. Va bu kalkulyatsiyaning ichki yo'nalishini baholaydi. Xullas, Moravitsa, Sukharyov va Lee White va Dyuki mana shu uchtasi kapillyar qon tomirlaridan tekshiriladigan bo'lsa, Lee White'da bunda venos qondan tekshiriladi. Endi buni ketma-ketligi va bizga kerak bo'ladigan asbob uskunalar, steril probirkalar 3 ta, vakutayner yoki shpris venadan qon olish uchun, sekundomer yoki soat va inkubator, ya'ni 37 gradusda saqlash uchun, xona haroratida ishlash uchun maxsus shtativ. Bunda nima qilamiz? Bunda vena qonidan qon olinadi va har bitta probirkaga 1 yoki 2 millilitrdan, ya'ni biz 3 ta probirka deb aytdik-ku, 1 yoki 2 millilitrdan qon solinadi. Qon 3 ta steril probirkaga solinadi va solingandan keyin probirkalar 37 gradus haroratda turishga qo'yiladi va har 30 soniyada probirkalarni olamizdan keyin sekingina 45 gradus burchagiga yotqizib ko'ramiz va bunda qon ivgan yoki ivmagan holatini nima deydi, ko'rib boramiz. Ilk ivish vaqti kuzatilgan vaqt qayd etiladi va qon ivish vaqti shu vaqt bilan belgilanadi. Lee White'da qonni uvish anaqasi normasi 5-10 daqiqa bo'ladi. Demak, biz Sukharyov, Dyuki, Moravitsa usullari qonni ivish sistemasida barchasi bular anaqaga kiradi. Kapillyar qon tomirlaridagi qonni quyuq-suyuqligini belgilab beradi. Endi Lee White bo'lsa, aynan venosdan olinadi. Buni bildik, qanaqa qilinishini. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tekshirish usulida, Sukharyov usulida maxsus naycha har 30 sekundda chaqalib turiladi. Dyuki usulida filtr qog'ozga har 30 sekundda tekkizib turiladi. Xo'p, Moravitsa usulida stikloga tomiziladi va har 30 sekundda aniq turadi, siljitib turiladi.
va Li White esa proberkaga olinadi va bu proberka har 30 sekundda 45 gradusgacha tekshirib turiladi. Endi bu 7 modelidagi Mendeley BS 720 1 daqiqani ichida, 1 daqiqadan sal ko'proq ichida 72 sekund davomida umumiy qon tahlilini 48 ta parametr, retikulositlar bilan qo'shib hisoblaganda 64 ta parametr plus so'yi bilan birga chiqarib beradigan avtomatlashtirilgan gematologik analizator. Xo'p, biz zamonaviyga endi shu narsani ko'rib chiqamiz. Boya biz anaqaga klassikga ko'rgan bo'lsak, bu zamonaviyga ko'rib chiqamiz. Endi mana bu anaqa menyulari ko'rgan bo'lsanglar, tepadagi menyularni ko'rdinglar. Mana bu chap tomondagi mana bu 3 ta chiziqcha bu nastroykasi. Ya'ni unga hozir yana qaytamiz, nastroykasi. Undan keyingi mana bu xuddi anaqaga ekiga o'xshagan anaqa to'lqincha bo'lib turibdi. Pashot. Bu asosiy ishchi zona. Mana shu zonaga mana sizlar reaksiya berasizlar. Mana shu ishchi zona bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsanglar, полностью hamma anaqalari ko'rsatkichlar turibdi bu yerda. Iliki mana bu yerda mana 47 ni pastga qarasanglar, retikulasitlar hisoblanmagan. Nimaga? Chunki retikulasitlar bunda buyruq berilmagan. Retikulasitlar tekshirilsin degan. Pastida qaranglar, mana so'yisi berilgan. So'yisi mana 16.46 chiqqan. Ya'ni 16. Ya'ni so'yisi bilan birga. Endi tepasidagi obzor tablitsasiga o'tadigan bo'lsanglar, mana tepasidagi 3-chi punkt obzor tablitsasi bu yerda hamma qilgan analizlaringlar shu yerda turadi. Ya'ni xotirasi 2000 taga yaqin anaqa analizni sig'dira oladi. Mana shu yerda masalan 1 yil 2 yil полностью hammasini shu yerda saqlab tursanglar bo'ladi. Undan keyingi punktimiz mana. Sizlar ko'rildi, mana kontrol kачества. Mana shu joyga qarab turib, sizlar kontrol olib ko'rganinglarda mana shu joyga berasizlar. Mana nomer fayl 5 turibdi. Chap tomonda tepa burchagida ko'rsanglar. Mana shu joyda, mana hozir mana nima bilan ko'rsaman. Mana shu joy. Mana shu joyni bossanglar, mana shu joyni. Bossanglar qator ochiladi va bu yerga sizlar kontrollarni kirgizsanglar bo'ladi. Mana bu yerda mana 20-fevralda 12:12 da kontrol kirgizilgan. Mana shu kontrolni kirgizasizlar. Kirgizganinglarda qanaqa kirgizasiz? Kirgizganinglarda 3 xil anaqa kontrol bo'ladi. Normadan past va normadan yuqori. 3 xil kontrolni kirgizasizlar va 3 xil kontrolni sizlar har bittasini nima deydi? Xo'p. Har bittasini qo'yasizlar. Xuddi как образец qanaqa berilsa, xuddi shunaqa qo'yasizlar. Qo'yganinglarda mana ko'ryapsizlar mana. Hammasi mana bu norma chiqqan. Faqat mana gematokritimiz sal pastroq chiqqan. Mana pastligi mana bunaqa bo'ladi. Ko'rdinglar-a? Qolgan hamma ko'rsatkichlar 100% norma kelyapti. Xuddi shunaqa turib avtomat analizatoringlar to'g'ri ishlayotganliklarini kontrol kачества orqali belgilaysizlar. Agar mana bu narsa masalan boshqa joylarda ham qanaqadir qizil belgilar bilan yoki mana bu yerda ko'rdinglarmi? Mana limfositlar bilan leykosit formulasida o'zgarishlar bor. Xuddi shunaqa shaklda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, unda men sizlarga hozir aytaman, ruchnoy kalibrovka qilishni o'sha yerdan ruchnoy kalibrovka qilasizlar. Mana bu yerda ko'rdinglar, mana kontrolni qo'yganimizda hamma zo'r edi. Xuddi shunaqa bir kontrol qo'yiladi. Bu punktda. Undan keyingi punktimiz bu настройка reagenti. Mana bu yerda hammasi reagenti, mana qachon qo'yilganligi, anaqasi sroki anaqasi qancha kolleksiyadan qolganligi, mana bu yerda foizlari, qancha kolleksiya yetishi, foizlari, mana bu yerda anaqasi sroklari. Mana ko'rdinglar, har bittasi. Agar o'zi kamayib boradigan bo'lsa, mana buni qizartirib qo'yadi, tugadi deb qoladi. O'shanda har bittasini mana qaysi biri kerak bo'lsa ustiga bosiladi, настройка belgisi bosiladi degani reagent shtrix kodi o'qitilib, avtomatik o'zini qo'yib qo'yadi. Buni yana bitta zo'r tomoni bor. Sizlarga menga ham eng yoqqan tomoni mana bu yerda mana iHealth degan anaqasi bor. Ko'rdinglarmi? Men yordam beraman bo'limi. Mana shu joyda mana ko'rsanglar, mana birinchisi mana bu gemanizatorni yuvish, keyingisi obrazitsni qanaqa qilib berish, mana shunaqa bo'yicha nima BF degani bu organizmdagi boshqa suyuqliklarni, ya'ni qondan tashqari bo'lgan boshqa suyuqliklar bor-ku, orqa miya suyuqlik bo'ladimi yoki boshqa har bittasini bu yerda leykositlarning formulasini sanab bersa bo'ladi bu apparat. Mana BF degan mana shuni yoki boshqa mana hammasi mana reagentlarni almashtirish qanaqa almashtiriladi, mana yonboshdagi reagent qanaqa almashtiriladi. Mana bu yerda mana 3 ta ko'rayotganinglar 3 tasi mana ko'k normadan past, qizil normadan baland, yashil normani o'zi. Reagent kontrollar qanaqa beradi, hammasining videosi bor.
xohlaganinglarni ustiga bossanglar, sizlarga video tarzida chiqarib beradi. Bemalol o'tdan o'rganib olsanglar bo'ladi. Juda oson menyu. Va oxirgi mana joyi bu pechat. Printerga o'rnatsanglar bu yoqiladi, aktiv bo'ladi. Mana bizda hozir printer yo'q. Mana asosiy menyulari shu. Вообще oson maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Endi undan keyingisi bu bizdagi настройка anaqa obrazец berish belgisi. Mana joyda, mana asosiy рабочий zonada ko'rsanglar, o'ng tomonda mana joyda mana yashil ko'rinib turibdi, mana shu joy. Mana ko'rdinglar? Mana shuni bossanglar, bizda mana narsa kelib chiqadi mana. Mana shu narsa kelib chiqadi. Bu nima? Bu anaqalarni asosiy kelgan bo'lsa o'qing. Mana bu asosiy menyular. Bu yerda nimalar kiradi? Mana ko'rsanglar, mana bu yerda bemorni ID'si yoziladi. Mana bu joyda ism, familiyasi, jinsi, yoshi mana yoziladi. Mana WB bu umumiy qon tahlilini venöz qon orqali tekshiradigan bo'limi. PD ni belgilasanglar, bunda kapillyar qon tomiridan olingan 20 mikrolitr qondan ham umumiy qon tahlilini tekshirib beradi. Mana PD. Ya'ni bunda o'zi mana shu PD rejimiga o'tsanglar, avtomatik tarzda kichkina epindortni sizlar mana bu qaniydi? Mana avtomatik tarzda mana bitta o'zi ninasi bor, iglasi. Iglaga mana bitta qo'ysanglar, o'zi 20 mikrolitr qonni ustiga 100 mikrolitr anaqasini добавка qilib beradi. O'zini diulentini добавка qilib, aralashtirib, suyultirib oladi. O'shandan qonni tortib turib, umumiy qon tahlilini ko'rsatib beradi PDda. Mana BF esa BF rejimiga o'tkazsanglar, o'sha inson organizmidagi boshqa suyuqliklarni, spinnomozgoviy jidkis bo'ladimi, boshqa suyuqliklarni tekshirib beradi BF. Endi pastda yana parametrlar bor ko'rgan bo'lsanglar. CD degani bu umumiy qon tahlilini kichkina 24 yoki 32 ta parametrda ko'rsat degani. CDR degani bu o'sha umumiy qon tahlilini retikulosit bilan birgalikda ko'rib ber degani. CD-SOI degani umumiy qon tahlili va SOIni biriga ko'rib ber degani. CDR-SOI bo'lsa bu umumiy qon tahlili va retikulosit va SOIni. Bu yerda mana другой rejimni bossanglar, mana bunaqa rejimlari bor. Qaysi masalan, ana likostarning formalarini har bitta rejimlari bor. Maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Nima deydi? Rejimlar juda ko'p-da. Boya masalan biz klassik metodda o'tdik-ku, har bittasini sanaladi, подсчет har bittasi olib boriladi. Bunda endi o'zi avtomatik tarzda olib boradi. Hech narsa qilmaysizlar. Avtomatlashtirilgan anaqani shunisi yaxshi-da. Xo'p, undan keyin boya sizlarga aytganim, mana 3 ta anaqani bossanglar, mana настройка belgisi chiqadi. Настройка belgisida sizlarga nima ikkita narsani o'rganishingiz kerak, ular nimalar? Asosiysi ruchnoy kalibrovkani, ikkinchisi umumiy holatda buni yuvishdi. Mana bu yerda mana polностью hamma narsasi bor, ko'rdinglar? Mana shu joyda kalibrovkani bossanglar, mana bu yerda ruchnaya degan narsa bor, ko'rdinglar? Mana shu ruchnayaga bossanglar, mana bunaqa ikkita parametr kelib chiqadi. Mana bu parametrimiz bizda venöz qonidan venöz qoni uchun, mana bu parametrimiz bu kapillyar qon tomirlaridan olingan qon uchun. Mana ko'rdinglar, o'zi aslida mana bu koeffitsient kalibratorlar hammasi 100% bo'lishi kerak. Lekin boya sizlarga aytdim, bitta gematokritimiz bizda H belgi bilan chiqib qolgan deb aytdim. Xuddi shu narsani agar kontrol qo'yganinglarda, kontrolinglar qaysi biri balon bo'ladigan bo'lsa, o'zi aslida mana 100% bo'lishi kerak. Mana o'sha narsani har bitta foizini masalan 95 ga, 94 ga, 97 ga mana shunaqa o'zgartirib, sizlar to o'sha kontrolinglar konkretniy yaxshi ishlar anaqa chiqarguncha mana shu yerdan ruchnoy kalibrovka berasizlar. Tushundinglar? Ana shu narsani o'rgansanglar, eng asosiysi gematologiyada, gematologiya analizatorlarda reaksiya berish ketma-ketlik juda oson, faqatgina vrach laborant bilish kerak. Mana shu ruchnoy kalibrovkani qilish juda muhim. O'shaning uchun bu ikkalasini o'rganib qo'yinglar. Xo'p, undan keyingisi mana servis bo'limiga kirsanglar, bu yerda texobslujivniy bor, ya'ni yuvish, umumiy yuvish. Gematologiya analizatorlarni, ya'ni qon bilan ishlagandan keyin mana shu joyda texobslujivni bossanglar, mana shu menyuga o'tadi. Ishlatganinglardan keyin o'z-o'zidan bu yerda o'zini anaqalar bo'ladi, datchiklar bo'ladi, o'zini kameralar bo'ladi, ya'ni shaklli elementlarni sanaydigan. Mana shu kameralarda qon quyilgandan keyin bu qonni o'z-o'zidan yuvib tashlash kerak, yaxshilab.
O'shaning uchun mana shu servisga kirib, Texhub Solutions'ga kirib, mana shu yerdagi har bittasini mana reagentdan tashqari qolgan ochiska, mana bu zondni yuvish, absolution datchik hammasini bossanglar mana bunaqalar chiqadi. Apertura yoki mana bu poryadniy yaechki yuvish ustiga bossanglar avtomatik tarzda yuvilib ketadi. O'shaning uchun nima deydi? Sizlar uchun kerak bo'ladigan narsa mana menyular. Bu menyular bilan konkretno ishlab olish oson, o'rganishlar oson. Qolgani ruchnoy kalibrovka qanaqa qilinadi va mana bu anaqamiz nima Texhub Solutions bilan qanaqa qilinadi. Mana shu narsani o'rgansanglar